Barakani umuman topganda baraka bo'lmagan ekan. Shu Damas'ch aka voqeasini to'lig'ini aytib beraman. Hech deydi topganda baraka bo'lmaydi deydi. Moshin buzilib qolaveradi, bolalarni maktab pulidan ortmaydi deydi. Uyga kelsa xotin janjal qiladi deydi. Topganingiz qani, nima qilyapsiz? Shuncha pulni qayerga ketadi deydi. 100 ming, 150 ming pul topaman deydi. Bir kun nuroniy bir otaxonni mindirdim deydi. Yo'lga ketib boryaptim. Topganim barakasi bo'lmay qoldi dedim deydi. Keyin bu aytdi, o'g'lim men sizga zo'r maslahat aytaman. Umuman deb ayolingizni deb xursand qilmay ekansiz. Ayolni deb duosi juda kattaga bor debdi. Men deb 60 yil bo'lib turmush qurganimga debdi, qachonki uyga kirsam ayolim uchun обязательно bir narsa olaman. Ayolimga обязательно bir narsa olaman. Farzandlarimga olmasam, shu ayolimga olaman. Hech qistamda pulim bo'lmay qolsa, shu ko'chaning boshida bir magazin bor, do'koncha bor debdi. O'shandan shunday kiramanda bitta qog'ozga o'ralgan shikolatingdan ber, o'lim desam deb beradi. Shuni olib boramanda kistamga solib bor, haligi shikolatni bitta o'pamandagi ayajonisi mana senga olib keling deyman. 60 yil umr ko'rgan bitta ayol bilan, tushunyapsizmi? 60 yil qarib qolgan va kampiri. Shu kampirini ko'ngliga qarash uchun o'sha shikolatni ko'tarib boraman. Biz ham ana shunday qilinglar. Aka aytadi, men ham shunday qilib ko'rdim deydi.